muxlislari telekameralarning qarama-qarshi tomonida va ular ham yo'l-yo'lakay namoyish etilishi aniq. Ko'k kiyimda maydon egalari bo'lmish Paxtakor futbolchilari, qizil kiyimda esa Qizilqum. Turni Nasaf hamda Qo'qon 1912 jamoalari boshlab berishgan edi, esingizda bo'lsa, va Nasaf chempionlik uchun yana dadil qadamini davom ettirdi. Bu 2-0. Alijonovdan diagonal uzatma, hujum chizig'iga Sergeyevga atalgan to'p desak mubolag'a bo'lmaydi. Paxtakor futbolchilari to'pni egallab oldi. Sobirxo'jayev to'pni chap tomonga yetkazib beryapti. Flamarion undan uzatma bor. Xavfli vaziyat, zarba yo'llandi va adashmasam Hojimat yo'q, Hojimat emas, Azbek Turg'unboyev. To'pga yetdi-yu, ammo oyog'iga to'p xohlagandek tushmadi. Uchrashuvning 7-daqiqasiga kelib nihoyat maydonda sal jonlanish paydo bo'ldi. Paxtakor futbolchilari xavfli hujum egasiga aylanishmoqda. Flamariondan yaxshi uzatma, Sergeyevga bu to'pni yetib borish qiyin edi, chunki yuqoridan o'tib ketayotgan edi. Uzatma ajoyib tarzda yo'llandi. Kecha Eldor Shomurodov gol eta olgan va shu sababli ham Asrorga ham unchalik oson bo'lmasligi aniq bugungi o'yinda. Menimcha imkon qadar ancha orqaroqda harakat qiladi. Himoya chizig'i tomonda Sardor to'pni qabul qilib oldi. Zarba yo'llandi. Abdurayev Bo'riyev. Sanjar Quvotovdan esa dastlabki seyfni ko'ryapmiz. Zo'r kombinatsiyani ijro etishdi. Bilmadim, Abdurayevmidi yoki Azizbekmidi. Ishqilib qaysi futbolchi bo'lsa ham ancha baquvvat, mustahkam va aniq zarba yo'lladi. Bu ikkinchi xavfli vaziyat. Azbek Turg'unboyev ekan. Jamoamiz sharafini himoya qilib kelgan asosiy tarkibda va uning darvozasi oldida hozir tahlikali vaziyat edi. Ammo darvozabon hammasiga nuqta. Balkim Asrorga nisbatan foul ko'rib chiqilayotgandir. Aynan o'sha vaziyat, adashmasam. Borib ko'raman dedi. Borib ko'raman dedi. Texnik jihatdan biroz oldinroqda ketyapti ekan, endi sezilib boshladi. Nima ham degan edim va Paxtakorda imkoniyat 11 metrlik belgi. Boya Akmal Rustamov bekorga xavotir olmayotgan ekan. O'ziga xos duel. Zarba yo'llandi, gol. Paxtakor 21-daqiqada hisobni ochyapti. Igor Sergeyev o'zining 17-golini raqib darvozasiga yo'llamoqda. Asror G'ofurovga sariq kartochka ko'rsatilgan deb berishdi. Menimcha bu Shohruz Norxonovga tegishli edi. Mayli, o'zlari hal qilib olishadi. Igor Sergeyev uddalay olmayapti. Flamarion Sobirxo'jayevdan to'pni qabul qilib oldi. Yana qoidabuzarlik. Bomurod Bozorov sariq kartochka olyapti. Nimaga deb so'rayapti. Tirsagi bilanmi, qo'li bilanmi ish qilib Flamarionga zarba berib yubordi shekilli. Qanot hakami yaqin turgan edi, hattoki shifokorlar chaqirilyapti. O'ng qo'lining tirsagi bilan yuziga zarba berib yuborgan. Yaxshigina zarba ekan. Albatta yoqimsiz, lekin ancha kuchli. Endi Flamarion kabilar bunday vaziyatdan qanday foydalanishni juda yaxshi bilishadi. Maksimal darajada ishlayapti. Muxlislar uchun voy. Boshiga tepmagan bo'lsa bo'ldi ish qilib. Abdurayev Bo'riyev sariq kartochka olyapti. Ehtiyot bo'laverish kerak. Shohruz Norxonovga nisbatan qo'l qaltis o'ynadi u. Qizilqum futbolchisi maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda.
Yaxshi hujum, qarshi hujum ko'rgan bo'lardik, magarki to'p maydonda qolganda. Shohruz Norxonov uchrashuv hakami bilan jiddiy tortishyapti. Sariq kartochka oldi. Haydavoraman hozir deyapti. Agar yana e'tiroz bo'ladigan bo'lsa degan ma'noda. Olim To'ychiyev. Gol kiritilibdi. Bizda texnik muammo va bu gol Zaid Tahsinga tegishli. Sizga qanday ta'sir qilgan bo'lsa, menga ham xuddi shunday ta'sir qilyapti, afsuski, chunki golga nisbatan o'sha reaksiya, emotsiya berish afsuski ko'ngildagidek bo'lmaydi. Bu bo'lib turadigan jarayon, to'g'ri tushunasiz degan umiddaman. 2-0. Paxtakor taym oxirida o'ziga juda ham qulay bo'lgan hisobni qayd etyapti. Hoji Akbar Alijonovdan ajoyib uzatma. Zaid Tahsindan esa chiroyli gol. Mutlaqo chiroyli, mutlaqo ishonch bilan kiritilgan gol. 2-0. Mech ham ketgan ekan. 88-raqamda. O'rnida esa 19-raqamda boya aytib o'tgandik, Ilhomjon Kenjaboyev. Xavfli vaziyat Paxtakor tomonidan Azizbek Turxunboyevga chog'lanmoqda. Yetkazib berdi ham, pastlatib yaqin nuqtaga Paxtakor futbolchilari qaytarishdi. Dilshod Saidov, Tahsin Zaid, Muhammad Rasul Abdumajidov. Qoidabuzarlik yo'q. Hoji Akbar Alijonov, Hojimat Erkinov, Sardor Sobirxo'jayev, Abdurahim Bo'riyev, Lamarion, Azizbek Turg'unboyev, Igor Sergeyev, Kamoliddin Tojiyev bosh murabbiy. Uchrashuv hakami ushlagini chalayapti. Roman Papariga xijolat. Muhammad Rasul Abdumajidovni qanday ketyapti? Vargami? Yana nimadir bo'lgan shekilli. Paparigaga qizil kartochka masalasi. O'rtaga qo'y. Voy. Muhammad Rasul Abdumajidov qanday og'riqni his qilganligini tasavvur qilish qiyin emas. Shifokorlarsiz masala hal bo'ldi deb aytgan edim. Haqiqiy yigit. Bu esa qizil kartochkaga sabab bo'ladi. To'rt daqiqa o'ynadi. Ikkinchi taymda Roman Papariga hujumchisiz qolyapti. Qizilqum bir kishi kam bo'lib qolyapti. Va endi uzil-kesil ko'pchilik masala hal deb o'ylayotgan bo'lishligi tabiiy. Yana sariq kartochka. Qizilqum futbolchilari birinchi taymda ham anchagina asabiylashib. Igor Sergeyev Sanjarning tezkor to'pni o'yinga kiritishiga xalaqit qilishga urindi. Chunki qarshi hujumga o'tib ketsa, Qizilqum birinchi taymda qarshi hujumga o'ta olishligini, bo'lib ham ancha xavfli vaziyatlarni vujudga keltira olishligini ko'rsatgan edi. Shahzodbek Rahmatullayev jarima maydoni ichida zarba yo'lladi. Bir o'zi barchamiz to'pni olib qo'ydi. Ibrohim Ibragimov maydonga tushgandan so'ng yana bir zarba va zo'r zarba. Salgina noaniq, to'g'ri izoh berishga harakat qilaman, lekin boshqa narsa haqida gapirmoqchi edim. Akmal Rustamov yetakchiga qarshi o'yinga shogirdlarni ancha yaxshi tayyorlay olgan. Faqat yana qaytarib aytaman, o'sha ijro masalasi yana 11 metrlikmi? Va qarama-qarshilik va bunisi ham Igor Sergeyevning muvaffaqiyati bilan yakunlanyapti. 3-0. 82-daqiqada Paxtakor ikkinchi penaltini ham aniq ijro etish ortidan yirik hisobni qayd etyapti.
Behruzbek Asqarov Abdurauf Bo'riyev o'rnida harakat qiladi. Ikkinchi o'zgarish Bobur Abduxoliqov Sergeyevni almashtirsa kerak menimcha. Yaxshi uzatma, Resan Bashar o'zi kirib kelmoqda, zarba yo'lladi, yerlatib Sanjar Quvvatov.